O'g'lim Azizbek. Kecha uyga bormagansiz. Kinoyim so'radilar. Gapirmadim. O'zi kasal, mazasi yo'q. Nigina Sardor. Azizbek. Bu yo'qolgan bolalar qayerda o'qiydi? Voqea qayerda bo'lgan? Tekshirdingmi? Ha, tekshirdim. Ular kursdan qaytayotgan bo'lgan. Qizig'i shundaki, bularning barchasi bir kun oldin stadionda futbol o'ynashgan va o'zaro tortishib qolishgan. Kimlar? Nigina, Sardor va o'g'liz Azizbek. Ha, yana bir bola bor edi. Bu To'xta. Voqea kechqurun soat 7 da bo'lgan, shundaymi? ha, Ular 4 kishi bo'lgan. ha. Demak, keyingi nishon o'sha 4-bola bo'lishi mumkin. Ha. Soat 15 dagam yetdi. Ketdik. Keldi aka. Shoshilma. Ketdik. Shoshilma. Nima aka? U bolani o'ldirmaydi. Hushsizlantirib, keyin olib ketadi. Ketdik. Aka! Nima qilyapsiz? Aka! Nima qilyapsiz aka? Jinroqmisiz? Nima qilganingiz bu? Uka, uzr. Adashibmiz. Ming bor uzr. Uka, shoshma. Tushunarli. Ahad aka, yana bir o'g'irlik.